insonlar ko'pincha o'zini judayam bir hech kimga kerak emas, hech kimga nima keragim yo'q deb o'ylaydi. Nimaga unaqa o'ylaydi? Sababi ularda samotsenka judayam tushib ketgan. Ya'ni o'ziga nisbatan ishonch past bo'lib ketgan. Mana shunaqa insonlar har doim o'zini o'rnini ortda deb o'ylaydi. Afsuski, ular o'ylamaydiki, u kimlargadir juda ham kerakli inson ekanligini. Mana shuni natijasida ular o'ziga nisbatan ishonch bo'lmagandan keyin doim o'zlarini qoralab yuradilar. Qaysi tariqada men ishonchimni yo'qotib qo'ydim o'zimga nisbatan deb savol berishligi mumkin. Faraz qiling, siz bir uysiz. Insonni tanasi bir uyga o'xshatib tasavvur qilsak, uy ichida chiroyli narsalar bo'lsa, hamma o'sha uyga qarab talpinadi. Insonni ichki dunyosida uyi ichi ivirsib yotgan bo'lsa, hamma yoqda musorlar, chang bosib yotgan bo'lsa, u uyga kim kirgisi keladi? Demak, inson ham xuddi bir qurilishi bitayotgan yoki yangi bir uy yoki bir eski uyga o'xshagan bir narsa deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, tasavvurimizda o'sha insonni ichki dunyosini o'sha uyga o'xshatib bekorga aytmadi. Sababi boygi uydagi go'zallik bilan uydagi bo'layotgan xunuk bir holat insonning tashqi qiyofasiga o'zini ma'lumotini beradi.